Bugungi kunda dunyo miqyosida reproduktiv salomatlik muammolari, xususan bepushtlikka qarshi kurashish dolzarb masalalardan biriga aylangan. Shu munosabat bilan O'zbekiston reproduktiv tibbiyot assotsiatsiyasi tashabbusi bilan reproduktiv texnologiyalar yangi hayotga yo'l nomli xalqaro kongress tashkil qilindi. Turli davlatlardan yetakchi mutaxassislar ishtirok etgan ushbu tadbirda zamonaviy davolash usullari, ilmiy yondashuvlar va tibbiy tajribalar almashildi. Hozir shu haqida. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyodagi oilalarning 15% bepushtlikdan aziyat chekmoqda. O'zbekiston ham bu foizlardan mustasno emas. Ayni paytda 30 ming ayol va 9 ming erkak yurtdoshlarimiz ayni shu tashxis bilan shifokor nazoratiga olingan. Xo'sh, bu sohadagi kamchiliklar, muammolar nimada? Xalqaro tajriba qanday? Ayni shu masalalarni o'rganish maqsadida O'zbekiston reproduktiv tibbiyot assotsiatsiyasi tomonidan xalqaro 3-kongress o'z ishini boshladi. Kongressda reproduktiv salomatlik, bepushtlik muammolari va zamonaviy texnologiyalar asosida davolash usullari muhokama qilindi. Unda O'zbekiston bilan bir qatorda Germaniya, Turkiya, Rossiya, Hindiston, Serbiya kabi qator davlatlardan yetakchi mutaxassislar ishtirok etmoqda. This event is very important for the, Bu tadbir juda muhim. O'zbekiston tibbiyot fanidagi yutuqlari quvonarli holat. Men shifokorman. Hindistonning Dehli shahridanman. Dunyoning turli burchaklarida minglab shifokorlar bilan uchrashganman. Bugun esa men O'zbekistonda bo'lib o'tayotgan ushbu tadbirda qatnashayotganimdan faxrlanaman. Bu tadbir O'zbekistonda reproduktiv tibbiyotning yo'nalishiga katta hissa qo'shadi. Chunki har kuni tibbiyot ilmi rivojlanib, yanada yuksalmoqda. Shunday tadbirlar har bir inson uchun, ayniqsa ilmiy fikr almashinuvi va tajriba bo'yicha muhokamalar uchun juda muhimdir. Bu yerda biz murakkab klinik holatlarni muhokama qilmoqdamiz. Hindiston va O'zbekiston birgalikda fundamental fanlarni mustahkamlash yo'lida birlashayotgani meni juda quvontirdi. Kongress davomida in vitro urug'lantirish, genetik tekshiruvlar, embrionni saqlash va endoskopik usullar orqali bepushtlikni davolashda yangi yondashuvlar muhokama qilindi. Bu kongressga dunyoning barcha nufuzli davlatlaridan mehmonlarimiz kelgan. Ya'ni reproduktorlarni, ya'ni shu sohani eng ulug' va dunyoga mashhur bo'lgan mutaxassislar yig'ilishdi. Yig'ilishimizdan maqsadimiz birinchi o'sha dunyodagi hozirgi o'sha reproduktologiyada bo'layotgan yangiliklar bilan tanishish, har bir o'sha davlatdan kelganlar o'zini tajribasi bilan almashish, o'zida kuzatilgan natijalarni e'lon qilish va hozir bilasizlar butun dunyoda sun'iy intellekt ishlatish yo'lga qo'yildi va bu sohada juda qattiq ildam qadamlar ketdiki, bir paytlar bizlar uchun fantaziya deb aytgan narsamiz bugun bizni fanimizga, bizni sohasimizga kirib keldi. O'zbekistonda ham mana biz ham ko'p shu sun'iy intellektlarni kirgizishga harakat qilyapmiz, boshqa qilyapmiz, lekin mana bizning Yevropadan kelgan, o'sha Yaponiyadan kelgan, nufuzli davlatlardan kelgan o'sha mutaxassislarimiz bizlarga yangi o'sha marralarni belgilab berishda va qilgan ulardagi yutuqlarini ham aytgandan keyin biz ham uni ruhlanib o'zimiz uchun yangi marralarni belgilab olyapmiz. Reproduktiv tibbiyot bo'yicha so'nggi yillarda erishilgan yutuqlar, ayniqsa sun'iy urug'lantirish klinikalari faoliyati O'zbekistonda ham keng yoyilmoqda. Ayni paytda yurtimizda 10 dan ortiq ART markazlari faoliyat yuritmoqda. Bugun biz kongressda barcha mana tibbiyot oliygohlari, Buxoro, Xorazm, Samarqand tibbiyot oliygohlarini ham aksher-ginekologlari, reproduktologlari qatnashib, biz o'zimizga juda ham kerakli bana innovatsion bugungi kunda intellekt, sun'iy intellekt, personalizatsiyalashgan, modernizatsiyalashgan yangi qadamlar orqali yangi mana shu tibbiyot yo'nalishidagi reproduktologiya bo'yicha o'z bilimimizni oshirishga keldik. Eng ko'p tug'ilish butun dunyo bo'yicha faqat O'zbekistonda. Bepushtlik nisbati Dilmurod Sa'atovich dokladlarida mana O'zbekistonda 7-8% dan ortiq bepushtlik, butun dunyo bo'yicha bepushtlikning foizi 3-6% ni tashkil qilsa, albatta bizda O'zbekistonda 10-15% gacha va uning aksariyat holatlari ayollar emas, balkim erkaklar sog'ligi va aynan mana shu Dilmurod Sa'atovich tomonidan andrologiya maktabi, ya'ni androloglar ham maktabining yaratilishi bugungi kunda nafaqat ayollarimizni, ya'ni oila qurish uchun ona, bola va bugungi kunda erkaklar sog'ligiga ham katta e'tibor berilishi muhimligi ko'rsatildi.
Mazkur xalqaro kongress mutaxassislar o'rtasida tajriba almashish, tarmoqni rivojlantirish va bemorlarga zamonaviy yondashuvlarni joriy etishda muhim qadam bo'ldi.